Asabiylashyapsan. Tinchlikmi? Ani energetikamdan do'konda tugab qopti. Obbo. Menga qara. Sen kasal-pasal emasmisan? O'sha energetikani ichmasang tura olmaysan, a? Ko'p aql o'rgatmagin. O'zing bir soat sigaret chekmaydigan bo'lsang pitirchilab qolasan-ku. Xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamlarga o'xshab. Bo'ldi qilinglar. Uyat emasmi? Yaqinda ro'za bo'lsa, sekin biz ham bunaqa odatlarimiz tashlashimiz kerak. Haqiqatda. Yaqinda ro'za boshlanadi. Odamlar ovqat yemasa qanaqa chidashar ekan? Hech shuni tasavvur qila olmayman-da. O'zichi bolalar. Hech hayotingizda ro'za tutganmisizlar? Faqat to'g'risini aytinglar. Men rostini aytsam tutmaganman. Men ham tutmagan ekanman. Xayriyat. O'zim ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Uyalmasam ham bo'lar ekan. To'g'risi, men ham shu yoshimgacha hech tutmaganman. Menimcha tuta olmasam ham kerak. Yana bilmadim. Kelinglar, bu yil ro'zadorlar qatorida biz ham ro'za tutaylik. Sal mana o'lgur organizm tozalanarmidi? Sabr qilishni o'rganarmidik? Ha? Endi hamma gapirsa ham sen gapirma bu gapni. Ish vaqtida bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, og'zing tinmaydi. Har yarim soatda yeb tursang. Yana ro'za tutarmishlar. Bo'ladigan gapni gapirgan-ey. Men tutaman dedimmi? Tutaman. Agar sen ro'za tutsang, men ham ro'za tutaman. Chekmayman. Qiynalsam ham chidayman. Mayli. Sizlar tutsanglar qolib ketarmidim. Kelishdik. Bu yil xatosiz, kamchiliklarsiz tutamiz. Agar kim chidamaydigan bo'lsa, o'sha yutqizadi. Yutqizgan odam ro'zadan keyin zo'r bitta choyxona qilib beradi. Bo'ladimi? Menga ma'qul. Bo'ladi. Men roziman. Kelishdik. Kelishdik. Kelishdik unda. Bo'lmasa, unda ishni davom etkazaylik. Hozir boshliq kelib qolsa boshimiz og'ritadi. Bo'pti. Ketdik. Dangisalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana besora tanaffusga chiqdilaringmi? Yo'q, ko'pmas, ozgina chiqib keldik. Sen gapirma. Anukura qilgan ishing uchun seni ishdan haydab yuborishim kerak edi. Lekin seni kechirdim. Yaxshi ishlalaring. Xo'p, bo'ladi xo'jayim. O'g'lim. Kecha nima bo'ldi o'zi? Qo'yaver. Qo'yavermish. Gapir endi, nima bo'ldi? Bizdan yashiryapsanmi? Xullas kecha boshliq ana kotibani oldida menga tanbeh berdi. Nima dedi deb so'ramaysizlarmi? Nima dedi? Xo'sh. Xullas, sen hech qachon odam bo'lmaysan. Sen rahbar bo'la olmaysan. Sen butun umr oddiy ishchi bo'lib o'tasan. Seni eshik tagida odamlar sabrsizlik bilan kutmaydi. Hech qachon, dedi. Keyin men kuttira olishimni isbotladim. Nima qilding? Ertasi kuni ataylab ishga ertaroq keldim. Qarasam qora olam tashqariga chiqib ketgan ekan. Keyin umumiy eshikni ichkaridan shart yopdim-da. Xo'sh. Naqd yarim soat ochmadim. O'sha kuni ishga kelganlaringda shunaqa tomosha ko'rardinglar. Boshi. Eshik tagida yarim soat butun ofis odam meni kutdi. Sabrsizlik bilan. Xursand bo'lishini qara buni. Keyin alamimdan oshxonaga kirdim-da, molda yedim. Chunki tong saharda choy ichmay chiqandim-da. Shunaqa. Voy. Olim, iltimos baraka topkur, sal kamroq ovqat yegan. Sen yegan ovqatni fil yesa bo'ki bo'ladi. Bunga qolsa bitta o'tirganda bir katta tovuqni pishirmasdan yeb qo'yadi. Rahmat. Hurmat uchun vashshe rahmat. Arzimaydi. Menga qara. Nega faqat o'zingni o'ylay berasan?
onasi ertaga ro'zani birinchi kunimi? Sizga nima qizig'i bor? Baribir ro'za tutmaysiz-ku. Og'zing qarab gapir. Kim aytdi senga meni ro'za tutmaydi deb? Voy. Birov aytish shart emas. Shuncha yildan beri birga yashaymiz-ku siz bilan. Biror marta tutganmisiz, uxlaysiz har doim. Xullas, ertaga saharlikka meni ham uyg'ot. Birga ro'za tutamiz. Rostdan. Nahotki? Siz ham Bo'ldi-da, endi ye. Jinnivoy. Uyg'otsang bo'ldi, xo'pmi? albatta uyg'otaman. Endi siz aytasiz, men yo'q deymanmi? Qara, nima yerding o'zi, ovqat qilarmiding? Saharlikka? Endi tayyorlayman. Endi siz ro'za tutishingizni bilmabman-da. Qattan bilay, bo'lmasa vaqtliroq ovqat qilardim. O'zing nima yemoqchi eding saharlikka? Men shu har yilgidek kechagi ovqatni isitib yeyman. Ha mayli. Bo'lmasa qara, ovqatni ham pishirib qo'yib, keyin uxlarsan. Men rosa charchaganman. Ertaga ishga borishim kerak, kamiga. Bo'pti, men uxlayman. Yaxshi dam oling. Xo'p. Insof bergan rost bo'lsin. Qaysi kanalida? Voy. Dadasi? Kolbasalaring yo'qmi? Voy dadasi, sekinroq. Oshqozoningiz og'rib qolmasin. Xotiraman. Bor yana bir kosa ovqat topki. Voy dadasi, hazillashyapsizmi? Voy. Shuncha narsani yeb tashyapsiz, qanaqa sig'yapti Ishimni qo'lingizga? boshqa seni. Shu bilan men iftorlikkacha yurishim kerak. Tushunyapsanmi? Yo'q, mayli. Olib kelaman. Qizg'anmayman. Kasal bo'lib qolmang deyman. Bora, ko'p gapirmasdan ne? Shuni yeng dadasi. Mana, meniki. Yemishaman. Meni ishtaham bo'g'ildi, ha. Oling, yeng. Voy, og'iz opchiqib duo o'qiladimi? O'qiladi. Hozir ochib beraman. Qara qancha vaqt qoldi? Hozir. 1 minut qoldi dadasi. 1 minut. Voy sekin. Olmani keyin yeydi. Choy qo'y. Choy. Oling. Olmani aralashtirmang, bo'kib qolasiz. Bu suratda pecheni yo'q shirinlik. Voy dadasi. Bor, kalbasa Maziz palasa qochib qoladi. madro olib kelgan jinnursin hammasini yeyman. Men hali iftorlikkacha chidashim kerak, tushunyapsanmi? Voy. Ber yoqqa choyni. Voy sekin. Sho'rva bo'lib ketdi. Qancha qoldi? 10 sekund qoldi, bo'ling. Amin. Hali ishga ketishga 2 soatcha bor ekan. Yana hozir uxlab olaman. 2 soat bor. Uxlaysizmi? Faqat bezovta qilma. Ro'zador odamni asabiga o'ynamagin. Xo'pmi? Voy. Bolalarga aytib qo'ygin. Yig'lamasin. Yig'lasa men xafa bo'laman. Voy, hozir yotsangiz. Ha. Ey xudo. Voy, 2 karra sabr qilishimga to'g'ri keladi shekilli. Mayli, osh bo'lsin. Menga qara, bu yerga yana qo'shib olsang-chi? Nima deysan? Anuni ochasan. Boshqasini. Ha. Ishlayapsanlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu Keling, alaykum. xo'jayin. Va alaykum assalom. Xo'jayin. Qarang, mana buni ko'rib bera olasizmi? Qarang, yangi menyu tayyorladik. Ko'ringchi. Bu yerda mana setlarimiz bor, Ramazon setlari bor. Qalay? Ha, yaxshi. Xonamga olib kirarsan. Xo'p. Bu olim ko'rinmaydi? Olim bilan 5 daqiqa avval gaplashgandim. Hozir boraman dedi. O'zi oxirgi paytlarda asabim bizib yuribdi-da shu bola. Endi ishga kech qolishga ham o'rganibdi-da, ya. Yo, unaqa demang. Kelib qoladi hozir. Ana kelyapti. Ke. Assalomu alaykum.
Birodarlar, yaxshimisizlar? Boshlangan kuninglar xayrli, barokatli bo'lsin. Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat, rahmat. O'rtoq boshliq, boshlangan kuninglar xayrli bo'lsin. Salomatmisizlar? Joning sog'mi? Uydagilar, yaqinlar. Men yaxshiman. O'zing qayerda yuribsan? Nega kech qolding? Iltimos, xo'jayin, menga baqirmang. Qalbimga ozor bermang. Gunoh bo'ladi. Ey bola, menga aql o'rgatma. Nima gunoh, nima savobligini o'zim juda ham yaxshi bilaman. Nega kech qolding? Xo'jayin, bunday savollar berib menga ishchilar oldida o'zingizni obro'yingizga putur yetkazib qo'ymang. Axir bugun ro'za Ramazon oyining 1-kuni. Buni hamma biladi. Ha do'stlar, jigar? Ha, bilamiz. O'ylagandimki, sizning ham xabaringiz bor. Kech qolganimiz sababi saharlikka turdim, xotinimga narsa tayyorlashga yordam berdim. Keyin saharlik qilib og'zini yopib, soatga qarasam, hali biroz vaqt bor. Ozroq dam olay deb qarasam, biroz vaqt bor ekanda. Shart uxladim. Tursam, o'tib ketib qopti vaqt. Endi bir ro'zador kamtar. Odamni kechiring. Biz ham ro'za tutganmiz. Ha. Lekin ishga vaqtida yetib keldik. Mana. Siz ham ro'zamsiz. Ro'za ekanlar, ha? Unda demak, menda insonni siz to'g'ri tushunasiz. Ey, ishingni qil. Mayli. Bu oy indamayman. O'zi urush niyatim yo'q. Lekin ishga vaqtida kelib qo'yish kerak. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Hoji aka. Xo'jayin. Chala xo'jaga. Xayriyat, olim. Bergan va'dang esingda ekan. Men bitta gapiraman. Ish qilib tushlik paytida ro'zingni ochib yormasang bo'ldi. Agar sen energetik ichib qo'ymasang, men точно ochib yormayman. Men bir amallab chidayman, lekin Jasurning cho'ntagida sigareti bor. Bunga ishonish qiyin. Voy. Buni iftorlikdan keyin chekaman. Shuning uchun cho'ntagimga soldim. Iftorlik paytigacha uyga boramiz-ku. Uyingga tashlab kelavermaysanmi? Men bilan nima ishing bor seni? Balki men kechroq borardirman uyga. Bo'ldi-da, endi jigar. Shaytonga hay beringlar. Avvalo gumonni yaxshi qilish kerak. Endi uyatmasmi, kap-katta ho'kizday bo'ldi. Agar ro'za og'iz bo'lmaganimda hozir o'zim bilan boplab so'kardim-da. Oy, bildi qile. O'zi ro'za tutganingga 2-3 soat bo'lgan bo'lsa. Seni mana shu gaping hozir meni qalbimga ozor berdi. Sendaylarga o'zi insof bersin. Men bu kayfiyat bilan biroz chalg'ib kelmasam bo'lmaydi. Yo buni gaplarini qara. Bu bir ro'za tutmasan ekanda. Gapirma. Ha? Nima ahvol bu? Nima degan gap bu? Tinchlikmi, Olim aka? Nima bo'ldi? Qilar ishni qilib nima bo'ldi deysanmi? Bu hozir ro'za. Uyalmaysanmi? Suv ichib o'tirgani. Axir oramizda ro'zadorlar bor. Men ro'zadorman, tushunyapsanmi? Ro'za tutganman. Sen gunohga botyapsan. Uzr, bilmay qoldim. Ro'zaligingizni. Bilmay qoldim. Uzrdan hech kim huzur topmagan. Bu holat boshqa takrorlanmasin. Tushunarlimi? Men qara, o'zi nega ro'za tutmading? Nimaga tutmading? Yo ertalab tura olmadingmi? Haligi men mayli, yana bir bor uzr so'rayman. Men rostdan ham bilmay qoldim.
Bu holat takrorlanmasin. Bo'pti. Ro'za tugagandan keyin mayli. Bitta bakal senga olib beraman. Qoshiqchasi ham bo'ladi. Bo'pti. Tavba. Keldingizmi, dadasi? Ha, keldim. Keldim. Soat necha bo'ldi? Qancha qoldi, ha? Qancha? Nimani? Nima qancha qoldi? Suv qo'ying. Iftorlikka qancha qoldi? Ay, soatga qara necha bo'ldi? Xudo. Dovdiraman. Bu yarim soat bor dadasi hali. Yarim soat qachon o'tadi-ye? Ha, o'tadi-da. Mahallani boshida turganimda ham yarim soat bor edi. Ay, kiyimingizni alishtiring, ichkariga kiring, o'g'limiz bilan o'ynang, sizni sog'inib ketgan. Nima qilaman, degurmasdan. Rahmat, och qoringa shunday yoqayapti o'ynash. Soatga qaytib qara. Balkim vaqt o'tgandir. Hozir so'radingiz-ku. 5 minut ham o'tmabdi hali. Boring, kirib kiyimingizni alishtiring, turavermasdan. Ustingizga ham yog' hidi o'tirib qoladi. Bo'pti. Alishtiring kiyimlaringizni. Ovqat ko'proq qilgin. Ko'proq qil. Gapni ko'paytirmasdan. Tavba qildim. Ovqatdan boshqa dardi yo'qmi bu odammi? O'g'limizga qarang. Dadasi? Dadasi? Hozir. Bo'ldimi? Vaqti bo'ldimi? Ha, keling. Choy ber. Hozir. Mana xurmo. Bu yoqqa qo'y. Qancha qoldi? Vaqt bo'ldi, ha? Ol xotin. Voy, Xotin. dadasi sekinroq. Ol, qarama. Donagi bilan ketdi. Tiqilib qolmang. Sho'rda ekan. Ketmabdi-yu. Hozir pishirdim, issiqqina oling. Dadasi, sekinroq yeng. Oshqozoningiz og'rib qolmasin. Jim turgan. Qon ochib ketdi. Xo'p, osh bo'lsin. Yaxshimi? Ovqatlanish bunaqa masalligini borku birinchi marta tushunib yetyapman, bor. Ishonasam mazza ovqatlanaman. Olavering, osh bo'lsin. Kecha shirinlik qilmading, dudingiz ana qilib qo'ydi mevalari bilan. Qulpnaylik. Qulupnay. Qulpnay. Yorvorsa xotin. Yaxshimi? Ovqating qani? Ovqat? Mana ovqat. Suyuq ovqatmi? Hozir qaynayapti. Turib Olib kelingmi? Haridim-ku. Techa olib kelgin. Xo'p, hozir. Mayda. Olib kel. Arslon, yaxshimisan? Charchamayapsan? Ha? Qalaysan o'zing, yaxshimisan? Yaxshi. Jasur qat? Bilmadim, u qayoqqadir chiqib ketgan shekilli, lekin ishga kelgan. Menimcha borib mana shu sigaret chekyapti. Yashirincha chiqib kelyapti. U ro'za tutumda bizni aldab yuribdi. Aslida u tutmagan. Shunchaki o'zini shunaqa tutyapti. Yur. Orqasidan kuzatamiz. Yo'q-e? Lekin rostdan ham ertalab kelganda qo'llari qaltirab, o'zi ham sal g'alatlashib yurdi. Sen aytganingdek chekkani chiqib ketdimikan? 100% chiqqan. Yur. Yurchi. O, ana. Sigaret chekyapti, aytdim-ku senga. Bu yoq yurdi. Ishladingmi? Endi to'g'risini ayt, sigaret chekyapti-a? To'g'risini Voy, ayt. nimalar deyapsanlar? Qani sigaret? Qanaqa sigaret? Mana pista chaqayapman-ku. Pista bu.
Sigaret emasmi? emasmidi? Yo'q, sigaret emas. Pis ekan u. O'libman endi, Ha, ro'zamani bo'ldi. nega sigaret chekaman? u sigaret chekyapti deb o'ylayman-da. Qayerdan bilay? Men ham shunaqa deb o'ylabman. Pista chaqyapman dedimi? Shunda hozir pista chaqsa ro'zasi ochiladimi? Yo'q, Qani? bilmadim. Bu точно bizni aldab yuribdi. Bu yoqqa yur-da. Yur, 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 yur. Ha? Yaramas? Nima? Yutqizding-ku? Ha. Mana endi. Biz jamoamiz bilan, Uski jamoamiz bilan senga ishonmaymiz. Voy, bilib bilmay gapirmalaring. Men ataylab qilmadim. Bilmaymiz. Ha? Agar bilsalaring, ro'zador odam bilmasdan bexosdan suv ichib qo'ysa, ro'zasi ochilmas ekan. Menda ham shunaqa holat bo'ldi. Qo'ykin, yolg'on gapirmagin. Qayerdan olding endi bu gapni? Agar ishonmasang, bor kitob varolab ko'r yoki bitta domladan so'rab ko'r. Agar aldayotgan bo'lsam, keyin unga qarab ish tutamiz. To'g'ri, men ham bu haqda eshitgandim. Endi bilmay yeb qo'ysa, bilmay suv ichib qo'ysa, Ha? hisobga o'tmas bilar ekan. ekan-u. Lekin bu точно bilib qilgan. Voy, nimalar deyapsan, Biz ham bozorga yiqib qo'yaylik, mevalar qo'yib qo'yaylik, bilmasa yeb qo'ygan. Alo, alo, alo. Hozir, Voy, bunaqasi bo'lmaydi. Alo, alo, eshitaman? Olim yaxshisan? Yaxshi, yaxshi. Men sinfdoshing Azizman. Ey, Aldamayapman. hali gaplashamiz, sen bilan. Ya, Yo'q, aldamayapman. Yaxshimisiz? Men sinfdoshing Azizman. Ye, assalomu alaykum, aziz birodar. Sog'liqlaring yaxshimi? Mazami? Ha, rahmat. Bir yo'qlamasam yo'qlamaysan ham. Ertaga ertalab vaqting qanaqa? Ertaga tong saharda saharlikka turaman. Og'izni yopib, duo qilib, keyin ro'za tutaman. Keyin ishga boraman. Ana undan keyin iftorlikka boraman. Asosan ishim hozir saharlik, ishxona, iftorlik. Yo'q-a? Ha, Sen ham ro'za tutyapsanmi? bunaqa odamni uyaltirmagin. Nimaga tutmas ekanman, birodar? Sen umuman ro'za tutmasding-ku. Qanaqa savol bo'ldi bu? Bunaqa savollarimni odam uyaltirmagin. Albatta tutyapman. Axir men ro'zadorman. Gap yo'q og'ayni. Qoyil qoldim lekin. Xursand bo'ldim. Ro'za tugagandan keyin bir ko'rishamiz unda. Albatta. Og'iz ocharda choyxona poyxona qilib o'tiramizmi yo? Men qara, bunaqa narsalarni ortga sur. Uyat bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Bo'pti. Mayli. Charchama. Sog' bo'lgin. Ko'rishguncha. Bo'pti. Birodar. Havo zo'ra. Ha. Ertalab cho'milib Bo'ladi. chiqadi. Kallam yaxlayapti-da. Shapka kiyib olish kerak. Yozdami? Bu kalla qachon yaxlamagan? Tak o'ynarsa ekan-a. Boshqacha ekan. Shunaqa qizlarni ko'rsam, chimdoq qarab turib, shu voqli uylanib qo'ydikmi, deyman-da. Ozgina shoshib qo'ydik-da. Mayli. Hazil huzul o'z yo'liga. Rahbar bugun meni so'ramadimi? Ya, Yo'q, bugun umuman ko'rinmadi. Aha, ko'rinmasin ham. Shu oxirgi paytlar bor-ku, rahbar shunaqa yoqmayapti. Yo, eshitdinglarmi o'zi? Uni katta o'g'li ham uni mensimas ekan. aha. Endi uyda ham bolalarning joniga tekkandan keyin yoqmasa kerak-da, ha? Bo'lishi mumkin. Bu odamni xarakteriga umuman tushunib bo'lmaydi bo'ldi. Endi g'iybat qilishmasu bu odam aniq bilaman, o'z kuchi bilan ko'tarilmagan. Yo kimgadir pora bergan, yo tanish bilishi bor. To'g'ri. Unga ham kimlardir yordam beradimi deyman-da. Balki. Ana uni qaranglar-a. Uyalmasdan qilib o'tirgan ishni qara. Men hozir boplayman. Oka. Nima qilmoqchi bu? Somsayib o'tiribdi. Ya qo'ysangchi endi. Boraylikchi. Ketdik. Oka, yaxshimisan? Tinchlikmi? Hozir Ramazon oyi ekanligini bilasanmi ishqilib? Xabar bormi? Bor, xabarim bor. Nima sen ro'za tutmaysanmi?
Ha, ko'chada ro'zador odamlar bor. Albatta men ham amal qilaman. Ro'za tutaman. Sen qiziqchi odam ekansan-ku. Bu gapirgan gapingdan oshqozonni xabari bormi? Aka. Boyadan beri sizlarni kuzatib turibman. Men birovlarni g'iybat qilmayman. Nomahram ayollarga ham qaramayman. O'g'irlik, xullas, hamma yomonliklardan uzoq yuribman. Lekin aka, oshqozonimda muammo bor. Shuning uchun har 3 soatda dori ichib turishim kerak. Shifokor shunaqa deb aytgan. Ovqatlanib turmasam bo'lmaydi. Och yurishlik taqiqlangan. Qani edi, sizlarga o'xshab soppa-sog' bo'lganimda. Ro'zani hamma amallarga rioya qilgan bo'lardim. Ha, sizlar ham ro'zadormisizlar? Yo'q. Biz shunchaki ovqat yemay yuribmiz. Ketdik, yurlaring. Uzr uka, uzr. Odamni sharmanda qildilaring. Nima, ro'za tutganimizni hamma bilish shartmi? Jim yur. Hay, endi katta ko'chada somsa yeb turganiga ishtaham ochilib ketdi-da. Ishtahing qursin seni. Qiynaldim jo'ra. Mashinaga jahlim chiqdi. Bo'pti endi tortishavermaylik. O'zi kuni bilan ishxonada ham tortishaverib, asablarni tugatdinglar. Hech bo'lmasa shu ko'chada jim ketaylik. Qancha qoldi ochilishiga? 5 soat bor hali. Sanama battar sekin o'tadi. Lekin anu bola sekin gapirib yomon qildi. Ana u nima qilyapti? Bular odamlardan intervyu olyapti. Yo savol javob qilyaptimi? Hozir bunaqalar ko'payib ketdi-ku. Yuringlar boraylik. Nima haqda savol javob qilayotganini so'raymiz. Qo'ysangchi. Bekorchimisan? Ha? O'zi bekormiz-ku. Vaqt o'tish uchun nimadir qilishimiz kerak-ku. Bo'ldi, yur Ketdik. O'tiramizmi zerikib? Amaki $500 beraman. $500 quruq qoldingiz. O'ylab ko'ring hali ham. Oka. Okey. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Ha? Tinchlikmi? Odamlarning orasida so'rovnoma o'tkazayotgandim aka. Men blogerman. Ha. Mana azizlar, navbatdagi ishtirokchimiz ham tashrif buyurdilar. Ana endi ularga yuzlanamiz. Qanaqa so'rovnoma? Menga qarab gapir, kamerangni ko'rsatib. Aka, siz ro'zamisiz? Ha, ro'zadorman. Qani, kamerangni yoq. Mana bu yoqqa qarang. Men ro'zaman, Xudoga shukr. Hammamiz ro'zamiz. Men ham ro'zaman. ro'za. Shartimiz shundan iborat. Aka, agar hozir qo'limdagi suvni ichsangiz, sizga naqd $500 pul beraman. Bu $500 deydimi? Ha, 500. $300 rosa zarurati. Nima qilsam ekan, qiyin vaziyatga tushib qoldim. Ha, aka, o'ylanib qoldingiz. Ichasizmi, yo'qmi? Ochib yuborasanmi? Yo'q, jinnimisan ey. Menga qara, sen meni kim deb o'ylayapsan, ha? Nima sen meni mana shu arzimaga $500 deb ro'zamni ochib yuboradi deb o'ylayapsan? Yasha. Ahmoqmisan? Bo'ldi aka, sizni bir sinab ko'rdim-da. Men shunchaki so'radim xolos. Bunaqa bo'lmag'ur ishlaringni qilmagin bu yerda. Bo'lar bo'lmas savollarni berib, odamlarning vaqtini olmagin. Bo'ldi, o'rtoq, o'zingni bos. Sizlar boraveringlar, bu hali yoshda bir aql o'rgatib qo'ying. Ketdik, yura qol. Biz boraveramiz. Xo'p, bo'ldi. Menga qara. Menga qara, uka. Nechagacha shu yerda turasan? Taxminan yana 1-2 soatlar shu yerda bo'laman. Uka, men do'stlarimni kuzatib qaytib kelaman, xo'pmi? Iltimos, ketib qolma, ha? Qaytib kelaman. Xullas, men uni ta'zirini berib qo'ydim. Bola yoshda hali aql olmaydi. Odamlarga shunaqa bir qiyin savollar beradimi, ha? Bunaqa bo'lmog'ir ish qilasin o'zi. lekin. To'g'ri. Qoyil. Ochmading 500 ga. Lekin to'g'ri qilding.
ey men qara. Boya bir to'da odam birgalashib qayergadir ketishayotdi. Balkondan ko'rib qoldim. Ha, anu birinchi podyezdda turadigan Adham aka. Hı. Butun mahallaga iftorlik qilib berayotgan ekanlar. Menimcha o'sha yerga ketishayotgan bo'lsa kerak. Iftorlik qilyaptimi? Ha, ro'za bo'lgandan keyin qilib berishadi. Asosan shu domdagilarga dasturxon yozishibdi. Tushunmadim. Nimaga meni aytmadi? Nima men odam emasman? Hozir telefon qilaman-da, Qo'ying, nima qilasiz? Esidan chiqqandir. Ajemtar, Balkim ishda deb o'ylagandir. ishda. Ha? Ey, bu domda hamma ishlaydi. Bitta men emas. Lekin u hammani chaqirgan, meni chaqirmagan. Voy, qo'ying, uyat bo'ladi. Ajemtar. Olimjon, yaxshimisiz? Ey, odam podam emas ekansiz aka. Sizdan xafa bo'ldim. Tinchlik ukajonim, nimaga bunaqa deyapsiz? Aka, bunaqa odam ajratish yaxshi emas. Ayniqsa bunaqa muqaddas oylarda. Yaxshi ish qilmadingiz aka. Iftorlik qilib hammani chaqiribsiz. Men qolib ketganman bu yoqda. Aka, bunday ko'ngil uchun nomiga aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Nima, endi bitta sizlar roza tutyapsizlarmi? Men ham rozadorman aka. Iye, rostdanmi? Xursand bo'ldim. Ha. Bor uzr, siz aytdi shu yodimdan ko'tarilib ketibdi-da. Keyin kelinni ham ko'rmadim-da, ko'rganimda aytardim. Niyat turuvdim. Endi qarilib qursin. Tepaga chiqishga sal qiynalyapman-da. Uzr ukajon, uzr. Rozadormanda aka, bo'lmasa o'zim bilardim qanaqa gapirishni. Bo'pti. Tavba qildim. Nima kulasan? Kulgili gap bo'ldimi? Yo'q, o'zim. O'zichi siz televizorga chiqib butun O'zbekistonga men ro'zadorman deb e'lon qilsangiz bo'lar ekan. O'shanda hammaga bitta-bitta aytib chiqmasdingiz. Qiynalib ketdingiz-a? Ey, nima deyapsan? Ro'za oyda bor-ku. Urush janjal qilish mumkin emas-da. Bo'lmasa hozir seni ham ayamasdim. Tavba. Ishlaring tugay deb qoldimi? Yo'q, hali yarmiga keldim. Voy-vo. O'zingnikichi? Men allaqachon tugatib bo'lganman. Endi biroz dam olaman. Men qara, olim bugun ishga kelmadimi? Xabaring yo'qmi? Uni Jafar aka boshqa ish bilan boshqa joyga yuborganlar. Shunaqa degan. Tushunarli. Xo'sh, olim polvon. Nimalar bor ekan bu yoqda? Shuni tutishing shartmi? Hozir ko'raylik-chi nimalar bor ekan. Voy, Bu nima qilyapsan? voy buni qara. Voy nomard. Apris. Bu nomardni zaldab yurgan ekan-ku. Qara bularni. Aytdim, ochlikka qanaqa chidayapti deb. Biz tashqariga chiqib ketganimizda bu ayyor shularni yeb o'tirgan ekanda. Pisma, o'zim ham sezgandim. Har xil shirinliklarni, bir narsalarni hidi kelib turadi. O'zidan keladimi derdim. Tortmasdi ekanda. Ha, mana shularni hidi bo'ladi-da. Menga qara, uni qanaqa qilib qo'lga tushiramiz? O'zi, bu narsalarni topib olganimiz bilan baribir aybi bo'yniga qo'ya olmaymiz. Bo'lmasa-chi? Bunday qilamiz. O'zi xonada kamera yo'q. Birorta telefonni, o'zimning telefonim bo'lsa ham birorta u bilmaydigan joyga qo'yamiz. Qarabsaki tushadi. Gap yo'q, zo'r o'ylading. Bo'ladimi? To'ppa to'g'ri. Shunaqa qilamiz. Shunaqa qilamiz. Kallangga qo'yil. Xo'sh, qayerga qo'ysa ekan? Ana o kungi bloger-ku. Bugun pul ishlab olsamikin, ha? Bir stakan suv ichsam ichibman-da. Bir marta ro'zamni buzsam hech narsa emas. Uka, $500 beraman. Okey. Hey, shoshmang. O'ylab ko'ring hali ham. Okey. Bekor qildingiz lekin. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ana u
haligi kecha kelsam ketib qolibsan. Topolmadim-da. Ha, uzr. Ishim chiqib qolgandi. O'sha kungi savol javobni yana qaytara olmaysanmi? Yo'q aka, bugun sal boshqacharoq. So'rovnomamizni o'zgartirdim. Aha. Tushunarli. Men tayyorman. Har qanday so'rovga tayyorman. Ha, kechagi pul mukofoti bor-a? Albatta bor, mana. $500 hal etganimdek. Aha. Boshla. Unda boshlaymiz aka. Siz faqat sal nariroqdan kelishingiz kerak. Hammasi tabiiy chiqish kerak. Men sizni ko'rmagan odamdek Aha. to'xtataman. Aha. Savol beraman. Aha. Hammasi tabiiy bo'lishi kerak. Bo'l. Mashina keling. Ha. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, podpischilarim, navbatdagi ishtirokchimiz kelyaptilar. Hozir ularga yuzlanamiz. Assalomu alaykum aka. Kechirasiz. Menmi? Ha, siz. Nimaga? Aka, meni kanalimga a'zo bo'lganmisiz? Ha. Kecha kechqurun a'zo bo'lganman. Mana, ko'rishingiz mumkin. Ko'ring. Ming afsus. Agar a'zo bo'lmaganingizda, mana shu $500 sizga berib yubormoqchi edim. Harakat bo'la ekansan-ku. Ro'za og'iz bilan so'qishga majbur qilmagin, tushundingmi? Tur, yo'qol, ko'zim ko'rmay yo'qol. Xo'p, ketyapman. Ablah. Sal qoldi-ya ro'zadorni ro'zasidan ayirib qo'yardi. Shunday aqlli insonni. Nafisaxon, Keling. yaxshimisiz? Meni hech kim mabodo so'rab kelmadimi? Yo'q. Sizni hech kim so'rab kelgani yo'q. Ha. Yaxshi. Boshliqning buyrug'i bilan boshqa joyga ishga bordim-da. Shunga bir so'rab qo'yay degandim. To'g'risi, siz ishga kelganingizdan beri sizni birov so'rab kelganini eslolmayman. Sizni-chi? Sizni birov so'rab keladimi? Yo qidirib keladimi? Yo so'rab kelmoqchimi? Yo'q, men hali yoshman-ku. Ha, uzr, men boshqa ma'noda aytdim. Tushunmadingiz baribir. Demak, hali sovchilar kelmayapti. Mayli. Siz xafa bo'lmang. Aytgacha, Jafar aka ketib qolmadimi? Yo'q, xonalarda o'tiribdilar. Bugun ishxonadagilarga iftorlik qilib bermoqchi ekanlar. Shuning uchun hali ketmadilar. Mana buni yaxshi yangilik desa bo'ladi. Mendek ro'zadorlar uchun bu yaxshi yangilik-da. Ko'rishamiz-a? Hech yoqtirmadim-da shu odamni. Xuddi boshqa sayyoradan tushib qolganga o'xshaydi-ya. Uni dastidan mazza qilib choy ham icha olmayman. Tutayotgan bo'lsang o'zing uchun tutasan shu ro'zangni demoqchi bo'laman-u, qo'rqaman-da. Nimagadir hisob kitobim chiqmayapti. Senda chiqyaptimi? Ha? Chiqmayaptimi? Mana, Nimagadir o'xshamayapti. bir xil to'g'risiga qo'yishing kerak. Qanday? Salomat. Jigar, Yaxshimisan? Yaxshimisan? yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Bo'ladi. Meni Yaxshi. yo'qligimni bildirmadinglarmi ishqilib? Yo'q, hammasi joyida. O'zing yaxshi borib keldingmi? Rahmat, yaxshi. Yomon emas. Olim, O, bo'lmasa sen ishlab tur-a? Biz shunda tashqariga chiqib kelaylik. mayli. Ketdik. Mayli. Hozir kelamiz. Hop. Bemalol ishingni qilaver. Bir yarim soat 40 minut kelmaymiz. Ha, Hop, borligimizni bildirmay turgan. Bo'pti. Hali beri kelmaymiz. So'rab kelishsa ketdi deyman. Xo'p. Yaxshi. Bugun saharlik akam ovqat yegani bilinyapti-da. Qornim juda ochib ketdi. Nima qilsam ekan-a? Ana ular kelib qolishsa sharmanda bo'laman-da.
ana ular kirib qolsa sharmanda bo'laman-da. Lekin qornim yomonlashdi-da. Yo'q, chidashim kerak. Men erkak kishiman. Men chidayman. Men ro'zadorman. Irodam yetadi. Ish qilib kamerasini yoqib qo'yamiding? Ha. O, ana. Ana. Ana tortmani ochdi. Voy. U ana oldi. Hozir yeb qo'yadi. Uy. Voy. Voy. Bo'lishi mumkin emas. Qaytar. Voy, ana. Ey, ahmoq. Tuzroq joyi beksam bo'lmasmidi? Ko'rib qopti-yu. Baribir bilib qopti-da. Boshqa joyga qo'yish kerak ekanda. Yer tagida ilon qimirlasa biladi-ya, shu bola. Amayli bo'lar ish bo'ldi. Ish qilaylik endi. Hademay, iftorlikka borishimiz kerak, Jafar aka chaqirganlar-yu. Ishimiz tugatib qo'yaylik. Shundoq qo'lga tushdi deganda. Essiz-a. O'zi qayoqqa ketyapmiz, Jafar aka? Bitta yaxshi joyi bilaman. Ozoda, pok joy. Ovqatlari ham yaxshi. O'sha yerda birgalikda iftorlik qilamiz. Sen aytganimdek to'g'riga haydaver. Xo'p, tushunarli. Voy, ana qizlarni qaranglar. O, ana. Ey bola. Astag'firulloh degan. Gunoh bo'ladi-ya. Uzr aka. Bilmay gapirib qo'ydim-da. Uzr. Mana ularni qaranglar. Ko'rdinglarmi? Qanaqa takoy narsa edi. Tavbada. Qani o'zi? Voy, O'tib ketdi. Vashiydi. O'zi senlarga qo'shilib yana gunohga botdim. O'zi sizlar bilan birga yurib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Tuppa-tuz odamga ham ayni tasalli. Ha endi uzr. Rahmat aka. Maza qildik. Ha valla. Baraka toping. Buni bir tarixga muhrlasak-a. Mana bugun Jafar aka bizga iftorlik qilib beryaptilar. Mazza qilib o'tirdik-a. Maza qildik, O'z rahmat. yo'llaridan to'ladilar. baraka topsinlar. O'chir Yaxshi telefoningni. O'chir dedim. O'chir. Bu nima qilganing? Ha? Bu nima qiliq? Nima qildim, xo'jayin? Iftorlik qilib berganim hamma bilish shart emas. Men maqtanish uchun yo boshqa narsa uchun mehmon qilganim yo'q sizlarni. Nimaga unaqa qilasan? Olimdan xafa bo'lmang. Bo'lgani shu-da buni. Sen ham javob olmassan. Kezi kelganda sizlarga gapirib olay. Anchadan beri gapirmoqchi bo'lib yurgandim. Xohlanglar meni boshlig'inglar o'rnida. Xohlasanglar yaqin do'stinglar o'rnida ko'rasizlar. Bizdan birorta ayb o'tdimi, xo'jayin? Sizlarni oyning boshidan beri kuzatib yuribman. Adashmasam, Rozani ham garovda yutish uchun tutyapsizlar-a? Avvalo nima bo'lgan taqdirda ham sabr bilan ro'za tuta boshlaganinglardan xursandman. Lekin buni ham o'z qonun qoidalari bor, ukalarim. Ro'za
kimgadir maqtanish uchun yoki kimnidir oldida nimanidir isbotlash uchun tutilmaydi. Nimaiki yaxshi amal qilsanglar, o'zinglar uchun qilasizlar. O'zinglar qilgan yaxshiliklar uchun o'zinglarga savob yoziladi. Qolaversa, ro'za tutgan odamni sog'lom bo'lishi dinda aytib o'tilgan. Fanda ham isbotlab qo'yilgan. To'g'ri. Demak, foydasi ham faqat o'zingiz uchun. Har bir qilayotgan ishinglarning mohiyatini tushunib yetishga harakat qilsanglar, kam bo'lmaysizlar. Umringlarda bir marta ro'za tutib olib, ayrim sababga ko'ra tutolmay yurganlarga past nazar bilan qaraganinglarni ham ko'rdim. Ustidan kulganinglarni ham ko'rdim. Bu oy yilda bir marta keladigan muqaddas oy. Shundoq qutlug' oyni o'yin-kulgi, masxarabozlik bilan o'tkazish yaramaydi. Gaplarimdan yana xafa bo'lib qolmalaring-a? Yo'q. O'zimga yaqin olganim uchun gapirdim. Rahmat. To'g'ri aytasiz aka. Sizdan xafa emasmiz. Rahmat sizga. O'zimizga yarasha xulosa chiqaza oldik. Uzr aka. Rahmat kattakon. Haq gaplarni aytdingiz. Xursandman. Qani endi ilohomi. Ro'zalarni chiroyli o'tkazib olaylik. Allohu akbar. Men tushunib yetdim. Mana 1-2 kundan keyin ro'za tugaydi. To'g'risi, negadir tugashini xohlamay qoldim. Men ham xohlamayapman. Hazil huzur bilan boshlagan ishimiz bizaga juda foyda berdi. Endi demoqchi bo'lganim, sabr qilishni o'rgandik. Avvallari boshqacha odam edik. Tan olish kerak. To'g'ri, ro'zani boshi hammamizga ma'lum, qiyin o'tdi. Keyin esa qandaydir yengillik bo'lib, oson bo'la boshladi. Tanam maza qildi lekin. Qani endi ro'za tugamasa. To'g'ri aytasan. Sabr qilishni o'rgandik haqiqatdan ham. Sigaret chekmasdan tura olmasdim, bilasizlar. Unda o'ylab qarasa chidasa bo'lar ekan. Sog'lig'imni o'zim o'ylagan holda chekishni butunlay tashlayman. Men o'zimga ishonaman. Kuchim ham, irodam ham yetadi. Sabrim ham yetadi. Faqat ozgina xohish, istak bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. Eng qizig'i, men ham energetik ichimliklarni umuman tashlab yubordim. To'g'risini aytsam, o'zimga o'zim qoyil qolyapman. Sabr qilish bilan birgalikda ko'p narsani o'rgandik. Avvaliga kimgadir o'zimizni ko'rsatish uchun yoki maqtanish uchun tutgan bo'lsak, keyin fikrimiz butunlay o'zgardi. Nega shuni oldin tushunib yetmadik, hayronman. Olam, xayrli ishchi erta kechi yo'q. Xavotir olma. G'iybat, ayollarga qarash, yolg'on gapirish, yomon odatlardan kechroq bo'lsa ham qutuldik-ku. Men shunisiga xursandman. Keyinchi ro'zador odamning sog'lomlashishi fanda ham isbotlangan ekan. Kecha o'qib to'g'risi hayratda qoldim. Nima ham deymiz? Keyingi yilgi Ramazon oyini intizorlik bilan kutamizda. Yuringlar ofisga kiraylik. Jafar aka qidirib qolib, jahli chiqib qolmasin ketdik.